Kabachkining ko'pchilikka noma'lum foydali jihatlari haqida so'z olib boramiz. Faqat o'z mazasi, balki salomatlik uchun koni foyda ekani alohida e'tiborga sazovor. U organizm uchun muhim sanalgan mikroelementlarga boy bo'lib, tarkibida ko'p miqdorda kaliy va temir, magniy saqlaydi. Hammamizga ma'lumki, ushbu modda yurak, miya, mushaklar va jigar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kabachki tarkibidagi pektin organizmdagi suv, tuz almashinuvini yaxshilaydi, tozalab, undagi xolesterin darajasini me'yorga keltiradi. Bundan tashqari pektin moddalar almashinuvini rag'batlantirish xususiyatiga ham egadir. Organizm tomonidan a'lo darajada singdirilib olgani bois bob mahsulot sifatida nom qozongan. Qaynatilgan kabachki bo'tqasi, puding, oshqozon ichak trakti bilan bog'liq muammolar mavjud bemorlarga tavsiya etiladi. Kabachkining kimyoviy tarkibi qandli diabetdan aziyat chekuvchi insonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu kam kaloriyali mahsulot ortiqcha vazndan xalos bo'lish istagidagilar uchun qo'l kelishi mumkin. Kabachkidan tayyorlangan bolalar taomi va turli bo'tqalar foydalilik darajasi bo'yicha ko'p mahsulot qoldiradi. Kabachki tarkibidagi antioksidant moddalar biriktiruvchi to'qimalar cho'ziluvchanligini ta'minlaydi. Onkologik kasalliklar paydo bo'lish xavfini kamaytiradi. Terida yosh bilan bog'liq dog'lar paydo bo'lishini sekinlashtiradi. Tashqi ko'rinishingiz, sochlaringiz va teringiz salomatligi yo'lida eng yaqin yordamchingizdir. U teri qarishini oldini oladi, qon tomirlarini sirkulyatsiyasini yaxshilaydi, terini ultrabinafsha nurlaridan himoya qiladi. U soch ildizlarini mustahkamlab, uning oqarishini oldini oladigan ajoyib mahsulotimizni albatta ratsioningizga kirgizishingizni tilab qolamiz. Mazasi juda ham mazali bo'lgan kabachkini taomlar va salatlarga albatta foydalaning.